Qara Uyg'urlar 18-bölüm. Batur Xitoy bosh konsulining yanida birdam o'tirib aromini elab oldi. O bugun hayotida tunji qatam inson qanini to'kkan bo'lsa-mu, uning chiroyida hech azoblangan va yoki jiddiylashgan alomatlar yo'q edi. Aksicha, hech nima bo'lmagandek beharamon o'tirdi. Turib o'zicha kulimsirab qo'ydi. Taxminan yarım soatlardan keyin bosh konsulning eshigi yana chekildi. Kiring. Batur o'rnidan turib, Xitoy konsulining orqasiga o'tdi va qurolni eshikka to'g'riladi. Eshik ochilib, u doim televizorda ko'rib turadigan BBCning doniq muxbiri Michelin xonim va uning kamerachisi kirib keldi. Yaxshimisiz, Michelin xonim? Taklifimni rad qilmaganligingizga ko'p rahmat. Sizni bundaq bir ko'ngilsiz so'ringa chillig'inim uchun meni kechiring. Mumkin bo'lsa, biror manzillik yerda o'tirib paranglasak bak yaxshi bo'ladi. Ammo undaq yerga childisammi kelmaydingiz, deb kuldi Batur. Michelin bir nimadan hurkigandek asta minib kirdi va qo'rqqan ovozda: "İsmingizni so'rsam bo'lamdi? Siz kim bo'lasiz? Konsulxonadagi boshqalar nerede?" "Ularni esal turib ko'rasiz. Mening ismim Batur, o'zim Uyg'ur. Bugun sizni bir tarixga guvohchi bo'lishga chaqirdim. Talabim, men bilan bo'lgan suhbatingizni naq maydondan tarqitasiz. Sizni umidsiz qo'ymaslikqa tirishaman." Bosh konsulni nemishqa ko'rib oldingiz? Avval kamerani tiklib olinglar. Xohlasangiz savol-javob shaklida intervyu qilsangiz bo'ladi. Ammo oldingi shartim, mening yurak so'zlarimni dunyoga naq maydondan tarqitasiz. Ondan savollaringiz bo'lsa javob beraman. Bo'ladi. Kamerachi kamerasini tikladi. Batur ishxonadagi cho'ng televizorning kontroli bilan BBC kanalini ochib qo'ydi. Michelin xonim kirish so'zi qilganda Batur ekrandan uni ko'rib turdi. Michelin xonim qisqa so'zdan keyin mikrofonni bosh konsulning ustiliga tiklab qo'ydi. "Assalomu alaykum dunyo ahli. Mening ismim Batur, o'zim Uyg'ur. Men oldi bilan sizlardan bundaq bir ko'rinishga chillig'inimdan kechirim so'rayman. Ammo ishonamanki, deganlarimni anglagandan keyin meni tushunasizlar va hatto kechirib o'tishinglarmi mumkin. Men amalba gapni qisqa qilishga tirishaman. Ishoninglarki, men hayotda bir cho'jinimni o'ltirib boqmagan. Hamma odamga insoncha muomala qilib kelgan. Ham tinch muhitda normal bir hayot kechirishni oddiy nishon qilib yashab kelgan bir mo'min banda edim. Tuyuqsiz beshimga kelgan qabul qiluvsiz musibatlar meni bugünkidek qotil bo'lishga majburladi. Avval Xitoy fashistlari mening bir chivinga zarar berib boqmagan, siyosining nimaligini bilmaydigan muloyim, chiroyli ayolim, shundaqla ikki umoq farzandimning mehribon onasini hech qanday sabab yo'qla lagerga solab qiynab o'ltirdi. Ondan ikki navri inimni Misrda o'qiganligi uchun lagerda o'ltirib, ishqorini setib xarjlashdi. Zulmni qabul qila olmagan dadam baldur olamdan o'tdi. Balalarim bo'lsa fashistlarning qo'llovchilariga farzand qilib bo'lib berildi. Mening beshimga kelgani millionlagan Uyg'urning beshiga kelganlarning bir tipik misoli xolos.
Sizler erkin dünyadakiler bu işlerini to'liq ko'rib turib hech nima qilmadinglar. Anda sonda mediada so'zlab qo'ygandan boshqa. Sizlarning Xitoylar bilan imzo qo'ygan xalqaroliq ahdnoma, va'dinomalar bor edi. Sizlar asli shuning bilanla Xitoyni bu qirg'inchilikdan to'sa olgan bo'ladinglar. Ammo sizlar Xitoydan keladigan shu shirin savdo manfaatidan voz kecholmayla Xitoydek insoniyatning tarixidagi eng fashist rejimning insoniyatga qarshi jinoyatlariga ko'z yumdinglar. Biden degan qeyrning saylam oldida Amerika 60% askerini avatib Uyg'urlarni qutqizish kerak deb jar selishi bilan uning yaqinda Talibanning vahshiyligini misolga keltirib turib Taliban qilayotgan vahshiylikning 100%sini Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi qilyotdi. Shuni debla men askar chiqarib Uyg'urlarni qutqizishim kerakmi deb to'q qilishi ana shuning tipik misoli. Sizlar Sovet ittifoqidek qudratli zolim kuchning shu qadar ilg'or qurol kuchiga bosh egmagan edinglar. Mana endi bo'lsa Xitoyning qonga bo'yalgan sisiq puliga setilyapsizlar. Demak, sizlar o'zinglarni shu qadar insonparvar sifatligininglar bilan oqibat pulning quli bo'lib yashaydigan mohiyatinglarni oshkorlab qo'ydinglar. Kuniga eng az 5 vaqt Alloh deb sajda qiladigan musulmonlarmi ibodatlarda, qiroatlarida, duolarda tilganlarning faqatlar og'zining yelishganligini tekrar isbotlab berdi. Biz bechora Uyg'urlar qo'limizda hech nimamiz bo'lmag'achqala qadr qimmatsiz, untinsiz qirilib ketyapmiz. Yahudilar fojiasidan keyin bunda qirg'inchilikning qayta yuz berishiga endi hargiz yo'l qo'ymaymiz deb va'da qilgan dunyo endi shu va'dasini setib xajlamoqda. Mushu ahvollar bizni ekstremizm yo'liga qistidi. Esinglarda bordi balkim. Uyg'ur tarixdan qon to'kib o'z sharafini qo'g'dab kelgan. Shundaqla insoniyat madaniyatiga shonliq to'kiblarni qo'shgan ulug' millat edi. Mening to'mirimda eqiyotgani oshiq shonliq millatning qini bo'lg'ash, bugun bo'rilikim tutib intiqom elib soldim. Mayli siz uni terrorizmdan va yoki zo'rlangan qisoskorning o'ch elishi deb tasvirlang, men baribir uni haqqoniy deb bilaman va qilgan ishimdan faxrlanaman. Dunyo sukutni tanlagan ekan, ishonamanki, mushundaqla ahamiyatsiz yo'q bo'lg'ishdan ko'ra qonga qon qisos elib, o'z sharafini oqlaydigan mendek Uyg'urlar yana turkumlab maydonga keladi. Agar bundoq ahvol ko'rilmasin desangiz, agar insoniyatning izzat hurmatini saqlab qolay desangiz, bugunla harakatga o'ting va sharafsiz siyosatchilaringizni bu irqiy qirg'inchilikni to'sishga undang. Ana shu chog'da siz va men tinchlik ichida qo'lni qo'lga tutib yashay olamiz. Vaqtingizni oldim. Ko'p rahmat. Batur qo'lidagi qurolni qo'yib, pichoqni qo'liga oldi va bosh konsul Xitoyning chechidan julib elib, pichoqni uning bo'g'ziga to'g'riladi. Endi Shi Xitoyga deydiganim bor. Shi cho'shqa, gapimga quloq sol. Sen o'qimagan qarqo'saq abga o'zingcha Xitoyni do'rab podshoh bo'lish ham xayolida. Buni hammamiz bilamiz. Shu yo'lda barliq Uyg'urni qirib tashlab, qo'llovchilarning himoyasida ham xiyolingga yetmoqchisan balkim. Ammo sen cho'churni ham sanading. Uyg'ur sen xiyol qilgandek bir qirg'inchilik bilan yo'qotqili bo'ladigan millat emas. Buni tarix ko'p qatim isbotlagan. Sening qo'ling qonga bo'yaldi.
milyonlab Uyg'urni o'ltirding. Balkim shunday qilaversam hammasini yo'qotib o'taman deb tushaydigansan balkim. Ammo shuni aniq bilginki, Uyg'urni hargiz yo'q qilib o'tolmaysan. Sen şu andaki qilmishlaring bilan ikkinchi Gitler bo'lib bo'lding. O'zing bilan qo'shib Xitoy davlatini insoniyatning dushmani qilib bo'lding. Gitlerning, Kaddafining oqibatining qanday bo'lganligi esingdidu. Sening oqibatingmi shunday bo'ladi. Az qoldi. Qanday bo'ladiganligini ko'rging bormi? Mana mandaq bo'ladi. O Allahu Akbar deb birli vaqirab, konsul Xitoyning karniga pichoq suribdi. Xitoyning qani chachirab, 2 metrdek oraliqdagi kameraning ko'zini qip-qizil bo'yibdi. Michelin xonim va kamerachi "Voyjon!" deb vaqirishib sirtqa qochdi. Dal shu paytda ishxonaning derizlari charaslab chiqilib, arg'amchiga eslagan bir qancha alohida qism xodimi qurolliq besib kirdi. Batur qonga bo'yalgan qo'llarini ko'tarib taslim bo'ldi. Davomi bor. 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 Bor.